Yandex dastavkada ishlovchi akalarimiz uchun ajoyib taklifimiz bor. E'tiborlar markazida o'zbeklarning erkatoyi Labo mashinasi uchun hamyonbop narxda bortli tent. Bu bortli tentimizning balandligi 120. Ishlatilgan materialga keladigan bo'lsak, Turetskiy. Sizlar uchun Turkiyadan zakaz bilan olib kelgan tentimiz bo'ladi. 700 grammlik. Sifatiga kafolati bor. Orqasiga keladigan bo'lsak, Damaznikida ochiladigan qilib berganmiz va ikkita chiroyli qilib nasos silindr o'rnatib berganmiz. Xohlaganlarga ikki tarafga ochiladigan, xohlaganlarga bir tarafga ochiladigan qilib beramiz va ichki qismiga polni 4x4 va 4x2 qalin profillar ishlatilgan. Endi eng qiziq joyga keldik. Bu bortli tentimizning narxi 3,5 million so'm. Siz o'zingizni vaqtingizni o'g'irlamasdan shunday kelsangiz, 3 soat, 4 soat ichida tayyorlab beramiz va hujjatlardan muammo bo'lmaydi. Manzilimizga keladigan bo'lsak, Samarqand shahrida joylashgan. Kimga shunaqa bortli tent o'rnatish xizmatlari kerak bo'lsa, pastdagi telefon raqamlariga murojaat qilaverasizlar. Va bu video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, Yandex dastavkada ishlaydigan tanishlarga yuborib qo'yamiz. Sog' salomat bo'ling. Avtofurgoz to'g'ri tanlov.